Bu bitta kasal. Yana bitta kasalimiz Omina degan qizchamiz bo'lgan. Namanganlik qizcha. U qizchaga bilasizmi 5 yoshga kirgungacha 5 xil tashxis qo'yishgan onkogematologlarimiz. Har xilini qo'yib tashlashgan. Qog'ozlarni ochib o'qib yig'lashdi ham, kulishdi ham, kuyishdi ham bilmaysiz. Oxiri men siydigini rangiga qarab turib noto'g'ri davolanayotganini bilib qoldim-da. Chunki Coca-Cola rangidagi o'sha nima peshob faqatgina alkaptonuriya degan kasallikda bo'ladi-da. O'shanga xos belgi va turkiyalik hamkasblarga jo'natdim. Shubham bor shu qiz to'g'ri davolanayotganiga aytsam, to'g'ri, albatta shubhang asosli, haqiqatan noto'g'ri kasallikka aks ta'sir qiluvchi preparatlar qo'yilyapti. To'xtatsin sirazu darrov deyishdi. Bu vaqtda qizda ahvoli og'irlashgan, og'zi, burni, orqasidan oldin hamma joydan qon ketib yotibdi. Uydagilarga aytishgan, yo kafanini tayyorlab olib ketinglar, yoki bo'lmasam hospisga jo'natamiz deyishgan 4 yosh qizchani. Va shu yerda faollarimizdan bittasi o'sha Go'zal ismli ayol qizchani ota-onasi ajrashib ketgan bo'lgan, otasidan borib ruxsatnomalarni, o'sha pasportlarini urush janjallar bilan qilib to'g'irlab olib kelib, Namangan viloyati hokimidan $4,000, ya'ni 50 million pul ajratishga shu ayol sababchi bo'ldi. Ayolni o'zini kartochkasiga tushirib berdik. O'shanda ham bizning mutaxassislar pul tushibdi, demak o'zimiz davolayveramiz. 2 kun oldin puling yo'q, ket deyotgan vrachlar bo'ldi, pul tushibdi, endi o'zimiz ham davolaymiz, qolgin yoki bo'lmasam biz aytgan klinikaga borasan deyishgan. Boshqa joyga bormaysan, seni olib ketayotgan odamlar seni aldab olib, ko'chada o'sha Turkiyada yo'q pulingni olib qo'yishadi deyishganda. Bilasizmi? Turkiyaga olib ketdik, mo'jiza yaratganimiz yo'q. U vrachlar haligi nima deydi, bahosi $1 milliard dorilar qo'ygan yo'q turklar. Ular faqatgina bizni doktorlar organizmni to'ldirgan zahardan tozalab yuvib berishdi xolos. Lekin shunaqa tekshirishdiki, hamma xatolarni bitta-bitta aytib berishdi. Hozir mana shu o'sha paytda o'ladi degan qizcha mana hozir 0-sinfga boryapti. Echkichidek sakrab yuribdi-da. Yana bitta xato Muxlisa bo'ldi. Muxlisada ham belida teratoma deyishgan. Teratoma o'sha noto'g'ri davolashgan, to'g'risi. Birinchi Samarqandda noto'g'ri operatsiya qilishgan, keyin noto'g'ri nur berishgan. Keyin bu yerda davolangan, xullas u ham orqa o'sha umurtqasini atrofida mana shunday o'simta bilan o'sha nima olyatuvdi, u qizcha narkotik olyatuvdi. O'sha bo'ldi pishta opa hospisga jo'natib yuboring deyishgandi. O'sha qizchani ham olib ketdik. Mana hozir hamma o'sha o'simta olindi va 3,5 sm o'simta qilgan 1 oylik davolanish kursi qoldi-da.